Alo. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Nigora opani telefon raqamlarimi? Shu. Nigora opa sizmi? Men. Kim bu? Tabassum Lasib loyihasidan sizni bezovta qilyapman. Bugungi tavallud ayyomingiz bilan yaqinlaringiz muborakbod etib loyihamizga murojaat qilishgan. Ha, rahmat. Kim ekan u? Kim ekan? Nima deb o'ylaysiz? Bilmadim. Yaqinlarimmi? Ukalarimmi? Opa-singillarimmi? Topdingiz jigarlaringiz, barcha jigarlaringiz nomidan, Dilshodbek, Azizbek, ukalaringiz nomidan, opangiz nomidan, singillaringiz nomidan, barchani nomidan Nilufarxon bugun sizni tabriklayaptilar. Rahmat, katta. Keling, Nilufarxonning tug'ilgan kun tabriklarini o'qib eshitiraman. Tayyormisiz? Ha. Assalomu alaykum, mehribon va aziz opajonim. Tabassumi go'zal oyligim, go'zallikda yagona xush chiroyligim, yuzlari nurliligim, chehrasi huzurliligim. Bugun sizning tug'ilgan kuningiz. Yilning ayni shu kuni siz dunyoga kelgansiz. Bilsangiz, siz men uchun mehr, samimiylik, halollik va iymonni o'zida jam qilgan insonsiz. Yoshimiz orasida unchalik katta farq bo'lmasa-da, siz men uchun har doim hayotga boshqacha qaraydigan, chuqur o'ylaydigan, sabr va sinchkovlik bilan qaror qilib yondashadigan ayol bo'lgansiz. Balki shuning uchun ham sizni opadek emas, yaqin do'stim, sirdoshim, yonimda bo'lgan suyanchig'im sifatida ko'rganman. Opajon, hayotingizda yana bir yil ortda qoldi. Bu yil sizni biroz ulg'aytirdi, yanada kuchliroq, aqlli va mehrliroq insonga aylantirdi. Siz umringizning go'zal bir yoshida. Bu yosh ayol uchun muhim bir bosqich. Ortda tajribalar, oldinda esa yanada barakali qadamlar. Siz bu yoshda Allohga suyangan, qalbiga iymon, yuzida nur bo'lib turgan ayolsiz. O'g'lingizga bo'lgan mehringiz, oilangizga qilayotgan xizmatlaringizni yaratgan ekan mukofotlashin. Bilsangiz, uyimizga kelgan kuningiz uyimizga nurga to'lib ketadi. Ba'zan kulganingizda yuragim kengayadi. Ba'zan sukutingizda ham borligini his qilaman. Siz bilan gaplashganimda ko'nglimda bir yengillik, sukunat, ishonch tushadi. Siz bilan o'tgan bolalik xotiralarimiz, yoshlikdagi hazillar, hayotiy suhbatlar barchasi qalbimda o'chmas iz qoldirgan. Bugun sizning uchun eng go'zal tilaklarimni aytaman. Allohim umr yo'lingizni yengil qilsin. Har doim sog' salomat, baxtiyor bo'ling. Farzandlaringizdan ko'nglingiz to'lib yuradigan ona bo'ling. Dilingizda xotirjamlik, hayotingizda esa tinchlik, baraka, fayz doimiy hamroh bo'lsin. Yoshingiz muborak bo'lsin. 32 yoshingiz qutlug' kelsin. Borligingiz uchun rahmat. Mening opam bo'lganingiz uchun rahmat. Sizni juda ham qadrlayman, juda ham yaxshi ko'raman. Mehr va hurmat ila duolari bilan singlingiz Nilufar. Ha, rahmat, kattakon. Keling, singlingizni nomlaridan she'r o'qiymiz. Tinglaymizmi? Nigora opa? Ha, tinglayman. Sizni o'zi xursand qila olyapmizmi? Ha, xursandman. Yoningizda odamlar bormi? Ha, mehmonlar. Gapiravering. Dilkashim, munisam, mehribonginam, mehru muhabbati bepoyonginam, onam hislatlari namoyonginam, dardga shu haqiqiy do'st bo'lgan opam. Singlim, singiljonim, sirdoshim deya, qadri doim baland qondoshim deya, tanamuz bo'lagu jondoshim deya, olam mehrin dilga sig'dirgan opam. Mehmon bo'lsak sochib tashlab borini, shirin so'z titratar dilning torini, tez ko'rgim kelar xush diydorini.
yarim ko'nglimizni to'ldirgan opam. Opajon, tuganmas shodlik tilayman. Ikki dunyo baxtin, taxtin so'rayman. Quchog'imga sevgi ila o'rayman. Rishta azizligim singdirgan opam. Olam mehrin dilga sig'dirgan opam. Rahmat. Tilaklar uchun, she'rlar uchun. Singlingizga rahmat aytamiz. Singlingizga, Nilufarxonga tilaklaringiz bo'lsa, minnatdorchiliklaringiz bo'lsa, tabrik yozib olinyapti, albatta ishlatilar. Rahmat singlimga.